Ko'p joyda parkovkalar muammo. Bizda hozir shunaqa kvartiraga kelganmiz. 4 etajli domimiz, 4-etajli 3 xona, 72 kvadrat metr. Parkovkadan muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek, mana mashina qo'yishga joy bemalol. Ko'p domlarda shu kvartirada parkovka muammo bo'ladi. Bizda unaqa emas. Yana bitta zo'r narsa, katta ko'chagacha boring yo'q 100 metr. Lokatsiyani aytaman. Yunusobod 6-kvartal, Shohsoy to'g'ondan kelishingizdda chap qo'lda Fedab keladi. Fedabdan 100 metr ichkariga kirganingizda mana shu kvartiramiz sotilyapti. Tomlari tunkamlar yopilgan, chakka o'tmaydi. Frantsuzskiy plananovka qilingan, Euro remont, hali hech kim yashamagan remontdan keyin. Endi ichkani sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz, ketdi. Kirganimizda to'g'rida bitta xona kelyapti. Tashqariga qaragan derazasi ham bor. Xo'p, bu yoqda mana oynamiz joylashtirgan, o'ziga qarab, chiroyli bo'lib, keyin eshikdan chiqib ketaverasiz. O'ng qo'lda oshxona keladi. Bu yerda hojatxona joylashtirilgan. Barcha mebel texnikalar qoladi, gaz, xolodilnik hammasi. Dальше to'g'riga o'tamiz. Bu yoqda yuvinish xonamiz, bitta ko'rib orasida. Cho'tka qilib remont qilishgan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Bu yoq yana bitta xonamiz, spalni. Uyimizning zo'r tarafdan bittasi, ikki yoq taraflama derazasi bor. Bu yoq tarafdan ko'chaga ham, bu yoq tarafdan ko'chaga qarasangiz ham bo'ladi. Barcha mebel texnika qoladi. Mana ko'p turganda konditsioner. Egalari narxini 76 ming dollar deyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. Telefon qilib, aka deb soddalashsangizcha, yana arzon qilib beradilar, ishonavering. Pastga qiziqqanlar uchun men egalari raqamini qoldiraman, telefon qilaverasizlar.